Xo'p, demak, davom etamiz. Endi sizlar bilan modellar haqida ham gaplashib o'tishimiz kerak. Mana shu joyda model qanday hosil qilinadi? Bu modellar bo'yicha mana shu joyda model desak, model uchun alohida bo'lim bo'lishi kerak. Uni factorylari bor ekan mana test qilish uchun. Xo'p, generatsiya qilish yo'llari bor ekan. Mana ko'rishimiz mumkin. Aynan mana shu joyda ekan, ko'rishimiz mumkin. Xo'p, uni hosil qilishdan maqsad nima? Bundan hosil qilishdan maqsad, agar biz jadval bilan ishlamoqchi bo'lsak, jadvallardan ma'lumotlarni faqat bizga model olib berishi mumkin. Misol uchun bizda endi mana bular kerak emas deylik. Bizda mana shuni o'zgartiraman. Birinchi demayman-da, yo'nalishlar deyman. Maylimi? Yo'nalishlar degan bitta hamma demak narsalar shu yo'nalishlar degan manzil orqali o'tadi. Hozir yo'nalishlar degan manzilda nima bor? Bizda ko'ramiz. Yo'nalishlar. Xo'p, nima bor? Mana shu ikkinchi hosil qilingan sahifa bor. Nimaga? Chunki biz uni kontroller orqali indeksda buni shu yoqqa jo'natyapmiz. Yo'q, bu uchun hozir bunday qilmaymiz. Biz bu uchun viewga alohida bitta katalog yaratib olamiz. Misol uchun yo'nalishlar. Yo'nalishlar, u katalogda farqi yo'q. Mana shu yerga yoziladi xolos. Buni ichiga nechta fayl yaratish mumkin? Buni butun boshli jadval bilan ishlash kerak bo'lib qolsa, index kerak bo'ladi, create kerak bo'ladi, show kerak bo'ladi, edit kerak bo'ladi, destroy shart emas. Mana shular kerak. Boshlanishiga bitta fayl yaratib turaman. Yo'q, bunisi emas. Bu uchun PHP fayl kerak bizga. index.blade deyman mana. index.blade fayli bor. Bizda hozir bunda hech narsa yo'q. Hozircha demak ma'lumot uchun qabul qilib qo'yamiz. Bu yerda xo'p, echo bu yo'nalishlar uchun index file deb qo'yaman. Index file turadi. Nuqta virgul bilan yopaman. Xo'p, demak buni hosil qilib oldik. Mana bularni unutamiz endi. Mana bu ham kerak emas. Bizga kerak narsa bu yerda web. Webda ham deyarli hozir bitta shuni o'zi kerak. Mana yo'nalishlar deganda yo'nalish controller deganda esa mana shu joyda yo'nalishlar degan jadvaldagi yo'nalishlar ekanmi? Ha, yo'nalishlar degan jadvaldagi indeksni chiqarib berishi kerak bo'lsin. Hop, hozir ishga tushiradigan bo'lsam, oppoq turadi. Hech narsa yo'q. Ha, yo'nalishlar indeksida hali hech narsa. Yo'nalishlar indeksi, ha, haligi mana bu narsani chiqarib berish kerak bizga. Demak, mana shu yerda xato ketib qolibdi. Yo'nalishlar to'g'ri. Xo'p, blade file nomi index to'g'ri. Imloviy xato ketib qolgan bo'lishi kerak. Ha, haqiqatda shunaqa imloviy xato ketib qolgan. Qatdan ko'rish mumkin buni. Mana shu joyda mana bu blade fayllarini ikonkasi, ya'ni boshidagi icon boshqacha belgichasi, mana bu bo'lsa PHP fayl bo'lib qolgan, blade emas, build bo'lib qolibdi. Buni rename qilish mumkin. Rename ga o'tib blade fayl qilamiz. Refactor qiladigan bo'lsak, mana refactor bo'lib ketdi. Mana ikonka o'zgardi. Endi bizda mana bunaqa xatolar chiqmaydi. Mana bu yo'nalish uchun demak index fayli hosil qilindi. Mana shunaqa qilib boshlanadi. Boshlanishi model bilan ishlayotgan mahalda. Uning uchun albatta mana shu joyni to'liq demak holatini ko'rib, nastroykalarini ko'rib, jadvallarni uzatib chiqish shart. Lekin bugun bu videoni maqsadi bu emas. Bu videoni maqsadi biz mana shu appni ichidagi modelni ichida hozir user turibdi. Biz yuqorida aytib o'tgan mana shu modelni hosil qilib olishimiz kerak. Xo'p, u modelni hosil qilish qanday bo'ladi? U modelni hosil qilishdan avval u model jadval bilan ishlaydi. Jadvalni
ikki xil usulda hosil qilish mumkin. Databaseda migrate, ya'ni mana shu e'tibor berib turasizlar, migrate fayllar bor. Create user qilayotgan mahalda mana bunaqa kodlar yordamida hosil qilish mumkin. Eng mukammal holati mana shunaqa kodlar yordamida hosil qilingan migratsion fayl hisoblanadi. Buni agar kimdir berilganlar bazasi, ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlarida kodlarga o'rganmagan bo'lsa nima bo'ladi? Agar kodlarga o'rganmagan bo'lsa, uni to'g'ridan to'g'ri jadval orqali hosil qilib PHP-MyAdmin yoki boshqasida keyin uni u tomonga ulash imkoniyatlari bor. Bu qanday bo'ladi deydigan bo'lsak, misol uchun yangi degan ochib, mana jadval nomini yozib, bizda misol uchun yo'nalish database, bu jadval-ku bu. Table deylik. Table, yo'nalish jadvali. Xo'p, bizda bor kolumn hozir qo'shmoqchi emasmiz. Xo'p, nimalar bo'lishi mumkin? Misol uchun ID bo'lishi mumkin birinchisi va u hamma o'rgangan holatda after increment bo'lishi mumkin va primary asosiy bog'lanadigan jadval bo'lishi mumkin. Yana nima bo'lishi mumkin? Men bu jadvalni hosil qilish uchun avvaldan fikrni to'plab olamiz. Mana sizga oddiy narsa, mana bu kerak emas. Demak, ta'lim shakli, uni shifri, uni nomi bo'lishi mumkin. Qaysi yillarda? Endi qaysi yillar bizga hozir faqat yo'nalish nomi kerak deydigan bo'lsak, bizga hozir shifr bilan nom hammasidan muhim hisoblanadi. Demak, mana shu belgilab turganimizda shifr va nomini olamiz. Buning uchun mana shu joyga shifr deymiz, mana shu joyga nomi deymiz va boshqalar kerak emas. Shifr bu raqamdan iborat bo'ladi. Katta ehtimol bilan begin qo'yib turamiz. Yetib turadi hozircha 14 bilan. Nomi misol uchun xo'p, varchar qo'yish turishimiz mumkin. Shunda qilaylik. String mana varchar hozircha 255 ta bo'lishi mumkin. Bular bo'sh bo'lishi mumkin deb turamiz. Vaqt olmaslik uchun mana hammasi bo'ldi. Bizda demak 3 ta maydon bor. Shifr, ID, nomi bor. Bu yerda demak saqlash tugmachasini bosamiz. Saqlasak bizda mana o'sha narsalar hosil bo'ldi. Uni ichiga ko'rib turish uchun bir ikkita ma'lumotlarni qo'yib qo'yamiz. Misol uchun mana insert ga o'tsak, bunga shart emas. Demak, mana shu joyga qo'yib turamiz. Misol uchun mana amaliy matematika. Xo'p, keyingisi xo'sh. Axborot xavfsizligi. Axborot xavfsizligini qo'shib turishimiz mumkin. Yana bir nechta insert with rows to qo'shib turishimiz mumkin. Mana yana tagiga qo'shib oldim. Hop, shu joyda hop ketdik. Bu yerga kelgan dastur injineringni qo'shib turishim mumkin. Hop. Yana bir dona qo'shyapman. Axborot tizimlari. Xo'sh, menimcha hozircha bo'ladi. Mana shuni yetadi. Qolganlarini keyinchalik xohlagancha davom ettirib qo'shish imkoniyatlari bor. Bo'lgandan keyin biz uni oxiridagi go bilan bo'lish kerak. Go deydigan bo'lsak, mana bizda ma'lumotlar qo'shildi. Qo'shilib bo'lganidan keyin mana galchka chiqdi. Browse tugmachasini bossak, bizda mana ma'lumotlar bor. Xo'p, bizda demak 3 ta ustun maydondan iborat bitta jadval, uning nomi yo'nalish TB bo'lib qoldi. Bo'lganidan keyin biz uni mana shunga moslaymiz, ya'ni modelni jadvalga quramiz. Ya'ni buni kelamiz, kelganimizdan keyin terminalimiz qani? Mana terminalga mana PHP artisan make 2.model, model nomi yo'nalish, mana yo'nalish deb turib,
Bizga xohlasak migratsiyani bilan qo'yishimiz mumkin yoki shu migratsiya qilmayapmiz hozir siz bilan shunchaki qo'yish mumkin. Yo'nalish deb enter tugmachasini bosadigan bo'lsam, mana yo'nalish hosil bo'lib qoldi. Mana shu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana birinchisi demak qayerda turganligi, ikkinchisi buni model ekanligi, klass bo'lib, ya'ni yo'nalish deb nomlanganligi, uni model bilan kengaytirilganligi bor. Biz bu yerga nimalarni qo'yamiz? Xo'p. Bu yerga qo'yishimiz kerak bo'lgan narsalar asosiy mana bu yerda ketadi. Buni model ekanligini yozdik. Has factory va soft delete ni qo'shib qo'yishimiz kerak. Has factory ni qo'shmabdi, ya'ni ma'lumotlarni to'g'ridan to'g'ri ulash imkoniyati boshqa jadvallarga buni qo'shib olishingiz kerak. Soft delete bo'lsa o'chirgan mahalda uni o'chirganimiz bilan muammo bo'lmaydi-da, u yerda oxirida har qanday jadval hosil qilayotgan mahalingizda 3 ta maydon qo'shilgan holatda bo'lishi kerak. Ya'ni strukturaga o'tadigan bo'lsak, bu yerda hozir 3 ta ID, shifr nomi mana shim bilan birgalikda yana 3 ta albatta bo'lishi kerak bo'lgan narsa bor. Kelinglar 3 ta bo'lsin, nomidan keyin go qilamiz. Bular nimalar deydigan bo'lsak, birinchisi created at hammasini tipi bir xil timestamp bo'lishi kerak. Mana shunday bo'lishi kerak. Keyingisi update at, oxirgisi deleted at. Mana shu 3 ta narsa bo'lmaydigan bo'lsa, mana shu yerdagi soft delete ishlamaydi. Soft delete bizga jadvalda delete at bor-ku, shuni nol bo'lganlarini olib beradi. Agar birortasi nol bo'lmaydigan bo'lsa, olib bermay qo'yadi. Shuning uchun soft delete juda ham chiroyli holatda ishlab chiqilgan. Buni agar noldan yozib chiqadigan bo'lsangiz, juda ham ko'p vaqt ketadi. Bu yerda mana timestamp bilan bularni ulab qo'yaman. Timestamp mana hosil qildim. Hammasi nol bo'lish ehtimoli bor. Save qilib qo'ysam, mana 3 ta narsa, hamma jadvalda shu 3 ta narsa har doim bo'lsin. Timestamp bo'lsin. Sana va vaqt degani bu. Sana va vaqtni aniq mana shu yerda ifodalash imkoniyati mavjud. Bu bo'ldi, bu ketdi. Xo'p, biz bu yerga qaytamiz. Has factory boshqalar bilan ulash imkoniyati. Xo'p, ichkarida nimalar bo'lishi kerak? Ichkarida bo'lishi kerak narsasi mana model nomi mavjud. Uning nomi yo'nalish, mana modelning ichida turibdi. Uning ichida bo'lish kerakligi 100 qilib yuqoridagini ulab qo'ysangiz, boshqa jadvaliga ulash imkoniyati, inner join, outer join, video hammasi mana shu bilan hosil qilinadi. Keyingisi bu o'chirganda hard delete ni oldini oladi. Xo'p, undan keyingi narsalar mana shu 3 ta narsa kerak. Bular nimalar? Birinchisi, demak, qaysi maydon asosiy kalit hisoblanadi? Bizda ID asosiy kalit hisoblanadi. Mana shu ID mana yonida sariq kalit qo'yib qo'yganman. After increment, undan keyin jadval nomini yozishimiz kerak. Jadval nomi yo'nalish TB bo'lgan. Uni mana shu yerga joylashtiramiz. Undan keyin ma'lumot kiritiladigan maydon nomlari yoziladi. Agar tashqaridan ma'lumot kirish kerak bo'lib qolsa, bizga shifr degan demak ga kiritirish mumkin. Undan keyin nomi, demak qolgan hech narsa bu yerga yozilmaydi. Bo'ldi. Mana shu bilan butun boshli jadvalni hosil qilib, o'sha jadvalni modelga sozlab olish uchun kerak bo'ladigan barcha narsa mana shu, agar hamma narsasi bilan oladigan bo'lsak, 16 qator kod bilan tayyor bo'ladi. Endi bu narsani biz yo'nalish kontroller orqali Vue ga uzatamiz desak, bu ma'lumotlarni albatta kontrollerga biz uni ulab qo'yishimiz kerak. Ulash degani oddiy. Mana shu yerda demak 100 ni pastiga model deysizda, mana shu yerga model nomini yozasiz. Misol uchun yo'nalish mana modelda ulab qo'ydim. Ikkinchisi o'sha barcha narsalarni mana shu yo'nalishdagi indeksga jo'natish kerak bo'lib qolsa, bitta o'zgaruvchini olasiz dollar bilan. Misol uchun yo'nalishlar degan narsa, mana bitta tabni bossak tayyor qilib berdi o'zi. Mana yo'nalish degan model jadvalga ulangan, undagi hamma ma'lumotni bu yoqqa jo'natish kerak. Faqat bu yerga jo'natayotgan mahalda biz uni kompakt qilib jo'natishimiz mumkin. Xira holatda o'zi chiqarib beryapti.
yo'q, unday qilib jo'natmayman kompakt deydigan bo'lsangiz, siz jo'natishingiz kerak bo'ladi. Unda oddiy mana bunday qilib jo'natish ham tavsiya etiladi. Ikki xil yo'li bor ekan. Hozir xira holatda chiqqan, birinchi kompakt holatda, ikkinchisi mana bu holatda jo'natish kerak ekan. Men mana bundan ko'proq foydalanganligim uchun yozdim, lekin kompaktdan ham foydalanib turaman. Kompakt deganda agar mana bular soni bir nechta bo'lib ketsa, odatda kompaktdan foydalanaman deb kodlarni soni kamroq bo'ladi. Mana shunaqa kamroq bo'lgan mahalda mana shulardan foydalanish tavsiya etiladi. Demak, bizda nima bo'lyapti hozir? Yo'nalishlarda mana bu indeks degan joyga barcha yo'nalishlar, ya'ni mana shu jadvalimizdagi hamma narsani unga uzatyapti. Mana shunaqa qilib yo'nalishlar degan o'zgaruvchi butun boshli ikki o'lchovli massiv holatida barcha ma'lumotlarni bu yerga olib keldi. Bu yerga olib kelgandan keyin uni sekin-sekin joylab olishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu video cho'zilib ketdi. Daqiqaligi 20 ga yaqinlashib qoldi. Shuning uchun mana shu yerda to'xtatib, keyingi videoda u narsalarni bu yerga qanday qilib qo'yish kerakligini ko'ramiz. Rahmat.